Hazreti İsa Yahyo payg'ambarning shogirdlariga bu so'zlarni qilayotgan vaqtida ma'lum bir ibodatxonaning bir mas'uli kelib, Hazreti İsa'ning oyog'iga yiqilib, "Mening qizim hozir o'lib ketdi. Siz berib uningga qo'lingizni tekkizib qo'ysangiz, u tiriladi" dedi. Hazreti İsa o'rnidan turib, shogirdlarini elib, uning bilan birga bordi. Yo'lda xun tavrash kesiliga giribtor bo'lganiga 12 yil bo'lgan bir ayol Hazreti İsa'ning orqa tarafidan kelib, uning chopinining peshini sildi. U ichida Hazreti İsa'ning chopinini tutsamla cho'qim saqib ketaman deb o'ylagan edi. Hazreti İsa kayniga burilib, uningga qarab, "Qizim, xotirjam bo'l. Ishonching seni saqaytdi" deyishigila, heliqi ayol saqayib ketdi. Hazreti İsa heliqi ibodatxona mas'ulini uyiga kirib, ney chelayotgan va hozir tutib yig'layotgan odamlar to'pini ko'rib, ularga "Chiqib ketinglar. Bu qiz o'lmadi, uxlab qopti" dedi. Biroq xaloyiq uni masxara qildi. Kishilar chiqib etilgandan keyin Hazreti İsa qiz yotgan uyga kirib, uning qo'lidan tortdi. Kız o'rnidan turdi. Bu xabar butun atrofga tarqaldi.